emish, oltinni qafas ichragan qizil gul bitsa, bulbulga tikordek oshyor bo'lmas emish. Ijodiy chiqishlar orqali so'z va navoni birgalikda his etamiz. Quloq soldingizmi? Yolg'iz men emas. Ko'l, samo, yer, koinot atrofda bulbul. Butun jonlik va jonsiz tingladi jam. G'azaldan bu kabi zavq olmagan kim? G'azaldan so'zlagay mehru vafodin. G'azaldan zavq olmagan kim? Ko'ngilning ilhomchisi sizsiz nafida. Bularning barchasi sizda atolar. Alisher, chindan ham shersiz. Ammo essiz ko'p dushmaningiz. Tilim bormaydi hech. Qalbim to'la. Yotibsiz yerda qo'l bo'yin bog'liq va sizni qurshamish bir to'p pichoqliq. Yozib men sochlarimni yig'lar erdim, jafo tig'ida bag'rim tig'lar erdim. Cho'chib uyg'onib o'ldim banogoh. Tush ekan shu mahalda nola-yu oh. Mana bugun Toshkent tumani madaniyat bo'limi va madaniyat markazlarining ijodiy xodimlari tomonidan buyuk bobokalonlarimiz Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburning asarlari, g'azallari musiqa ko'rinishida aholiga namoyish etildi. Bugun mana shu bobokalonlarimizning yozib o'tgan asarlari, ijod yo'llaridagi mehnatlarini albatta xalqimizga musiqa ko'rinishida taqdim qilindi, ya'ni nazm va navo kechasi tashkil etildi. Ushbu kechani tashkil qilishdan asosiy maqsad tumanimizdagi madaniyat bo'limidagi fidokorona xizmat qilayotgan xodimlarimizni mehnatlarini va albatta iqtidorlarini namoyon qilishdan iboratdir va xalqimizga, san'atsevar xalqimizga mana shunday kechalarni ko'proq tashkil qilishimiz kerakligini biz bugun yana ham ko'proq tushunib yetdik.